O'rtoqlar, bu videoda diplomini sotib olgan doktorlar haqida gaplashamiz. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Qrimda shu maktab o'quvchisi boshini qattiq urib oladida rentgen qilishlik uchun, ya'ni qattiq jarohat olmadimmikin deb turib, ota-onasi bu maktab o'quvchisini doktorga olib boradi rentgen qilishligi uchun. Shu bitta tuppoy doktor patsientlarni almashtirib boradi. Ya'ni patsientlarni almashtirib turib, oyog'ini kesish kerak bo'lgan bitta patsient bo'ladi mana bu maktab o'quvchisi bu bolani boshini rentgen qilish kerak bo'ladi xolos. Вот. Mana shu ikkita patsientni tuppoy doktor almashtirib yuborib turib, prosta rentgen qilish kerak bo'lgan maktab o'quvchisini, prosta boshini bir joyga urib olgan maktab o'quvchisini oyog'ini kesib yuboradi o'rtoqlar, oyog'ini kesib yuboradi. Va tabiiyki bu ish sudga oshadi va sud bo'lsa bu doktor uchun 300 ming rubl shtraf yozadi. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Mani fikrimcha bu целый bitta oyoqni kesib yuboryapti, u oyoq qaytib o'smaydi. Bitta oyoq uchun doktorga 300 ming shtraf bu juda ham kam deb o'ylayman. Meni fikrimcha yokida xuddi shu jazoni doktorni o'ziga berish kerak edi, yokida butun umr qamash kerak edi, ya'ni bu ish uchun.